Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен tag'i sport жаңалықтары. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Alimxan yo'lidan qaçqan bokschining promouteri qanday quli qo'yilganini aytildi. Boxing News portalining shousi Jon Horbar Britaniyalik Hamza Shirazdan o'rta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxanoğlu'men jekpe-jekdan bas tortuviga қатысты o'yinni aytdi. Alimxanoğlu jekpe-jekdan o'tpeu Shirazning promouteri Frank Warrenning qulig'i 7-желтоқсан Wembley arenasida o'tетін Denzel Bentley men Brett Pauls jekpe-jegini jеңімпазы Shirazning o'rnina WBO tituli umidkor atanatini aniq. Demak, Queensberry o'z bokschilarning birin Alimxanoğlu'na qarshi qo'ya oladi. Al jеңіске жетіп жатса бүкіл Britaniyalik chempionlik ayqas uyumdastıradi deb yozibdi Warber. O'zbekiston chiqqan Olimpiada chempioni singa qoldi. Britaniyalik boks kenesining inspektori Dan Frost jengilib ko'rmagan og'ir salmoqda o'zbekistonlik Bahodir Jalolovning kelesi qarshilasi қатысты o'yinni aytdi. Jalolov kasb qo'ydagi kelesi ayqasin 6-ақпан Kanadaning Montreal qalasida o'tkazadi. Qarshilasi fransiyalik David Spilmont. Jalolovga kasb qo'ydi, shinimen mixti qarshilaslarмен jekpe-jek o'tkazuv qajat. Әсіресе Olimpiadada oltinni 2 ret algan bokschi retinde. Al bunday dengeyde qarshilashlar ештеңе bermaydi deb yozibdi Frost Twitterda. Sizlarмен sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi.